Rastçılık. Rastçılık peygamberlerning eng oldingi axloqi. Hech qanday bir payg'ambarning yolg'onchi bo'lishi qat'iy mumkin emas. Shunga Alloh taolo payg'ambarlarni oldi bilan rostchilar deb sifatlagan va maqtagan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Rostchilik yaxshilikka boshlaydi, yaxshilik jannatga boshlaydi. Rost so'zlab, hamisha rostchilik bilan ish ko'rgan odam Allohning nazarida rostchil banda deb yeziladi. Yolg'onchilik gunohga boshlaydi. Gunoh do'zaxga boshlaydi. Yolg'on aytadigan odam Alloh taolaning nazarida yolg'onchi deb yeziladi. Siz Alloh taolaning nazarida, farishtalarning daftarida, insonlarning og'zida yolg'onchi bo'lib atilishni yoqtirmaysiz qachon? Yuqorqi hadisdagi rostchilik yaxshilikka boshlaydi degan so'z bilan yolg'onchilik gunohga boshlaydi degan so'zga diqqatimizni og'dirganimizda, butun yaxshiliklarning beshida rostchilikning borligini bayqaymiz. Go'yoki rostchilik yaxshilikning muqaddimasi yoki unvoni o'rnida turadi. Buning aksicha har qanday yomonlikning orqasida cho'qim yolg'onchilik bo'ladi. Aldamchilik, xoinlik, sotqinlik, o'g'irlik, qotillik va qora chaplash, g'ayvat shikoyat va hokazolarning muqaddimasida cho'qim yolg'onchilik bo'ladi. Yomon ishlarni qiladigan biriga yolg'on aytma, ammo xohlagan yomonligingni qilgin desangiz, uni qila olamdi? Hargiz qilolmaydi. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Rostchilik xotirjamlik, yolg'onchilik tashvishdir." Chunki inson rost so'zlaganda xotirjamlik va bir xil rohat his qiladi. Tashvishlanmaydi, hamda rost so'zlashda hech qanday ta'sirlik yoki o'ng'aysizlik his qilmaydi, ikkilanmaydi, duduqlamaydi. Ammo inson yolg'on so'zlashda qiyinchilik tortadi. Hatto ba'zi sharoitlarda chekisidan taraqidi. Chiroy ifodasi tabiiy bo'lmaydi. So'zlari ancha qamlashmaydi. Yolg'onchilikqa oshkora bo'lib qilishidan tashvishlanadi. Hijriya 3-asrning ulamolaridan Junayd mundaq degan ekan: "Haqiqiy rostchilik yolg'ondan boshqa narsa seni qutuldiranmaydigan sharoitda rost so'zlashingdir." Rostchilikning insonni hamisha qutqazuvchi ekanligida shak yo'q. Rost so'zlagan odam najot topadi degan mashhur so'zmi shuning uchun aytilgan. Qutulish uchun yolg'on aytishdan boshqa chorasi qolmagan odamning rost so'zlashi talab qilingan yerda oddiy ishlar uchun, hatto yolg'on aytmasimi, hech qanday ziyon bo'lmaydigan ishlar uchun yolg'on aytayotganlarni nima degili bo'lsin? Amaviylarning 7-xalifasi Umar ibn Abdul Aziz yolg'on aytishning nomussizlik ekanligini bilgan vaqtimdan boshlab bir qaytimmo yolg'on so'zlab boqmadim degan ekan. Shaksizki, odam o'zida rostchilikni yetildirish uchun oldi bilan Alloh taologa taqvolik qilishi, ya'ni har ishda Alloh taolaning ko'rsatgani bo'yicha ish ko'rib, o'z mas'uliyatini o'rindishi, ondan rostchil, taqvodor, yaxshi kishilar bilan o'ltirib qo'pishi lozim. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin." Ya'ni, ey iymon etganlar, Allohga taqvolik qilinglar va rostchilar bilan bo'linglar deyish orqali rostchilikning taqvolik ekanligini va rostchilar bilan bo'lishning taqvolikka yetishning yo'li ekanligini bayon qilgan.